Musobaqa zo'r bo'ldi. Avvalambor buni tashkilotchilarga kattakon rahmat, yordam berganlarga ham qatnashganlarga kattakon rahmat. Musobaqa zo'r bo'ldi. Endi biz borishimizdan niyatimiz chempion bo'lish edi. Biz bunga erishishimizga qattiq mehnat qildik. Trenerlarimizga rahmat. Endi bu ikkinchidan endi u kuchini sarflab, zashtlarni charchatib beradi. Ikkinchi taym shu biz gol uramiz. Agar shu narsa men tushsam, xuddi shunaqa unga bo'ladi. U gol uradi, men charchatib beraman birinchi taym. Shunaqa. Bu biz ikkita qizil olganimizda ham ishonardik, biz yutib ketishimizga. Biz bitta oilamiz, hammamiz bitta bo'lib o'ynashdi. Ular biz tepa hujumda o'ynadi, biz kontratakada o'shaganimizda urib ketishimizga ishonmadik. Shuning uchun ikkinchi zonada kutdik ularni. Hujumchisiz kimga ko'proq o'xshashga harakat qilgansiz? Abamiyang. Ha. O'sha Arsenalda o'ynagan o'xshashga. Avvalambor assalomu alaykum, g'alaba bilan tabriklaymiz. Terma jamoamiz shu turnir davomida aynan birdamligi bilan ham ajralib turdi. Umuman turnirga tayyorgarlik jarayonlari va turnir qanaqa o'tdi sizlar uchun? Turnir jarayoniga tayyorgarlik keladigan bo'lsak, birinchi navbatda o'sha oxirgi yillarda davlatimiz rahbarining futbolga qaratayotgan e'tiborlari tufayli terma jamoa har tomonlama yaxshi tayyorgarlik ko'rdi deb ayta olaman. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi tomonidan terma jamoani o'sha Osiyo Kubogiga tayyorlanish uchun barcha sharoitlar yaratib berildi. Terma jamoalar markazi tomonidan o'sha yil davomida turli xil o'quv yig'inlari o'sha Yevropa jamoalariga qarshi hamda Osiyo, Afrika jamoalariga qarshi bir qator o'yinlarni o'tkazdik va umuman olganda turnirga biz ideal holatda tayyorgarlik ko'rdik deb ayta olaman. Biz o'sha kichkina yutug'imizni shunchalik yuksak baholab, shunchalik e'tirof qilishgani uchun barcha davlat rahbarlariga, mutaxassislarga, ommaviy axborot vositalariga o'zimni tashakkurimni bildiraman. Bundan ortig'i bo'lmasa kerak. Juda og'ir o'yin o'tdi. Faoliyatimdagi eng og'ir o'yinlardan biri. Lekin shu kungacha hali bunaqa holatga tushmagandim. Murabbiy sifatida o'sha jamoam ikkita qizil kartochka olib bo'lib ham finalda. Lekin shunga qaramasdan bu narsani o'sha o'zimdagi baribir hayajon bo'ladi, qanaqadir qo'rquv bo'ladi. Bu narsalar futbolchilarga bilintirmaslikka harakat qildik. Birinchi bo'limdan so'ng futbolchilarga aksincha ishonch berishga va ularda o'zi ham ishonch bor edi. Bu o'yinni yutib ketishga ishonishganda, ularga ham o'zim rahmatimni aytaman. Matonat ko'rsatishdi va yakunda g'alaba qozonishdi. Islom aka, aynan tanaffusda shogirdlaringizga nima deb maslahat berdi? Hech birlari aytishmadi lekin ochig'ini. Yo'q, birinchi navbatda kirib birinchi aytgan gapim, ishoninglar, bu o'yinni yutib ketamiz dedim. Undan keyin futbolchilarni o'zidan so'radim, o'zlaring ishonasizlarmi? Ishonasizlarmi? Shunga ishonch bormi? Desam, futbolchilarga o'zi ham ishonamiz. Albatta, siz ham bizga ishoning. Bu o'yinda xudo xolasa siz uchun yutib beramiz deb va'da berishdi. Hammasi gaplarda turishdi. Jamoamiz g'alaba qozonib turgan payti vaqt o'tmay qoladi-da. Aynan siz uchun 70-daqiqadan keyin vaqt qanaqa o'tdi? Bu tabiiy holat. Jamoa yutqizayotganda vaqt tez o'tib ketadi, yutayotgan paytda sekin o'tadi. O'yinda doim nazorat qilib turishga harakat qildik. O'sha vaqt baribir xohlaymizmi, xohlamaymizni o'zini harakatida bo'ladi. O'yinda oxirigacha baribir ikki kishi kamligimiz hisobiga, hattoki bunaqa vaziyatlarda raqib jamoa 2-3 daqiqaning ichida ham hisobni o'zgartirib olishi mumkin. Lekin shunga qaramasdan konsentratsiyani o'yinda oxirigacha ushlashga harakat qildik va futbolchilar birinchi taymdan keyin aytilgan ko'rsatmalarni to'liq bajarishdi. Albatta, bu yutuq bilan cheklanib qolmaslik kerak. Bu endi boshlanishi. Bu yosh futbolchilar uchun aksincha bu motivatsiya vazifasini bajarish kerak. Agar o'zlarining ustida ishlasa, hali jahonda ham o'zimiz aytishimiz kerak. Chunki sababi barcha futbolchilarda hali to'liq potensiali ochilgani yo'q. Biz murabbiylar shtabi ham barcha hamma ularni o'sha bo'shashtirmaslikka harakat qilamiz. Albatta, xudo xolasa jahon chempionatida ham yaxshi natijalar qayd etib, xalqimizni, yurtimizni xursand qilishga harakat qilamiz. Oxirgi savolim qisqa javob berishingiz bo'ladi. Ming bor uzr. Aynan prezidentimizni tabrigini siz baribir o'qigansiz, ko'rgansiz. Bolalarim eshitdi, bu yoqqa kelishib, o'qib eshittirishdan oldin qanchalik yaxshi qabul qildingiz buni? Bu albatta yosh futbolchilar uchun, yosh murabbiy uchun bu e'tirof o'zgacha hissiyotlar beradi. Bundan juda xursandmiz. Xudo xolasa buni
oqlash uchun qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Avvalambor assalomu alaykum, g'alaba bilan tabriklaymiz. Bu turnir siz uchun 2 karra quvonchli bo'ldi, sababi turnirning eng yaxshi darvozaboni ham bo'ldingiz. Umuman siz uchun qanday o'tdi? Bu turnir juda ham ajoyib o'tdi. Bu turnir uchun to'g'risi 2 yildan beri tayyorgarlik ko'ramiz. Biz o'ylagan darajada bo'ldi va biz o'zimizni oldimizga qo'ygan maqsadda uddaladik. Chempion bo'ldi ya'ni. Final shunaqa atmosferada bo'lishini kutuvdik, unga tayyorgarlik ko'ruvdik va mana ikkita qizil olgan bo'lsa ham biz bitta oila bo'lib oxirigacha o'ynab yutdik. Murabbiyimiz tegishli ko'rsatmalarni berdilar. Endi keyin motivatsiyalar berdilar. Uni olib biz keyin bunaqa motivatsiyalardan keyin yutmasa ham bo'lmasdi. Aynan o'sha saudiyalik futbolchiga nisbatan qilgan emotsiyangiz o'sha paytda paydo bo'ldimi? O'sha paytda u o'sha polida yotib baqirayotdi, nastoyaniyasi yo'q edi. Uni sal kayfiyatini ko'tarish uchun shu qilishni qildim. Kulli ham u keyin, lekin kamera otganini bilmagandim men. Kutmagandim. Bu jamoa bitta oila bular, hamma bir-birini tushunadi, yaxshi tushunadi. Menimcha eng katta farqimiz shu bo'lsa kerak bizning. Taqdirlangandan keyin birinchi bo'lib kimga telefon qildingiz, kim bilan gaplashdingiz? Onamga. Onangizga nimalar dedingiz? Ular qanaqa kutib olishdi? Yig'lashdimi? Siz yig'ladingiz? Shu holatlar haqida gapirib bering, emotsiyalar. Emotsiyalar zo'r edi u payt. O'sha hamma xursand payt edi. Uydagilarimga telefon qildim. Hamma xursand edilar. Oldinda endi jahon chempionati. Jahon chempionatiga ham o'sha vaqtdan tayyorgarlik boshlangan, menimcha adashmasam. Eng kamida qanaqa vazifa qo'yilyapti oldinda? Hali vazifa qo'yilmadi, chunki endi tayyorgarliklar boshlanyapti jahon chempionatiga. Lekin baribir bizning maqsadimiz jahon chempioni bo'lish. Aynan prezidentimiz tomonidan ham kelajak bunyodkori medali bilan taqdirlandinglar. Ko'pchilik 17 yoshida hali bu mukofotlarni qo'lga kiritmaydi. Masalan, mashina ham taqdim etildi. Bu ota-onalarga sovg'a qilish uchun. Shularning quvonchi haqida ham o'zi kutganmidinglar shunaqa? Bunaqa bo'lishini kutmagandik to'g'risi. Taqdirlanish bularni kutgandik, lekin unaqa medal berishini kutmagandik. Yurtboshimizga kattakon rahmat aytaman. Yangi Tigo 7 Pro. Cherry avtomobillari ichida eng ko'p sotilgan modeli. Rasmiy dilerlik markazlarida bepul haydab ko'ring.